can Tanzaniya sog' bo'lsin, ishlaringizga rivoj bersin. Mollaringizga bosh oling, ilohim sizni baxtingizga onajoningiz sog' salomat bo'lsin. Qo'shqani bilan qo'sha qarishib, Roblariga Alloh shifosini bersin ularga. Men ehson bergan ukajonlarimiz ham hammalarining ham tan jonlari sog' bo'lsin. Ishlariga rivoj, o'zlariga omad, hamisha mehnatlarini rohatini ko'rib, to'ylar ko'rib, hamisha to'ylarda bosh olib yuraverib. Shuning uchun sizga marcham opalar to'xtalar. Rahmat o'g'lim. O'g'ay tuqum hamma yo'lda asha opaga xolaga berib ketaman deb mana shunday keldim. Rahmat o'g'lim, tan jonlari Rossiyada yurgan aka ukalarim bor. Ashularda ham bir chiroyli qilib duo qilib qo'ysangiz, Allohning yo'lida bir duoingiz yetib qolar. Yoshingiz katta sizlarni, yoshlarga yetib yuraylik biz ham. Hammanglar tinch bo'linglar, sog' bo'linglar hammanglar. Sizga Amin. shu safarda yurgan yigitlarimiz ham tan jonlari sog' bo'lsin, umrlari uzun, rizqlari ulug' bo'lsin. Ishlariga rivoj bersin, mehnatlarini hamisha rohatini ko'rsin. Yomonlardan Alloh o'zi saqlasin. Hamisha yaxshilarga yo'liqib, hasharlardan sog' salomat ishlab, oilalariga qaytib kelishlikka Alloh nasib qilsin. Topganlari to'ylarga nasib qilsin. Hamisha Alloh akbar. Qayga olib kelib bering, o'chirmayapti. Dalizimga tashlab berib turaverasiz. Bo'ldi, olib kelib bering. O'g'lim, qayga olib kelib bering? Shu dalizga tashlab qo'yar yaxshi ekan. Homiylarim keladi hozir shular. Joylashtirish kerak. Bo'ldi, o'g'lim. Voy rahmat, o'zinglarga ham olib qolarmoqsiz. Yo'q. Bu mashinada Ola har oyda keladi. Har oyda keladi, berib o'tib ketaman. Bo'pti, rahmat, bo'pti. Ayazam yaxshimi, tuzingmi? Ha, tuzi yaxshi rahmat, zo'r aya. Shifosini bersin, yaxshi shifosini ayazam. Siz ham yuribsizmi? Ha, yaxshi rahmat. Nimani o'g'limisiz? Umidjon povurdi. Mana Bo'pti, xola, sog' bo'ling, sallab yuraverasiz. Maktabing manimi? Mana mikrofonni ham nevarasizmi siz? Yo'q. Mayli, tinch bo'ling, sog' bo'ling. Bo'pti, rahmat. Mana aka ukalarim. Xo'p, akangiz kelsin. Xo'p. Hop. Aka ukalarim qo'layotgan inson Burxonida mana Toshkentdan pochtalarda olib kelyapti. Pochtalarda olib kelib, mana men tarqatib turaman. Alloh rozi bo'lsin shulardan ham. Ilohim shu o'g'il farzand tilaganlarga o'g'il farzand bersin. Qiz farzand tilaganlarga ilohim qiz farzand bersin Alloh nasib qilsin. Tinch bo'linglar, sog' bo'linglar. Mana biz ham sekin chiqib ketyapmiz endi. Uy ham juda uzoq ekan-a. Vahshu o'ta yo'lga mayog'ini sotilgan shekilli-da. Biz ham sekin ko'chaga qarab yo'l olyapmiz mana. Xursand bo'lib qoldim, yana ham. O'zi yakka o'tiradi bechora. Tan joni sog' bo'lsin. Yurtimiz, elimiz tinch bo'lsin hamisha.